415 ot kuchini shu kapotimiz ostiga sig'dira olgan Toyota Land Cruiser GR Sport 400 avtomobili kelgan. Avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 12000 km masofani bosib o'tgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, qoraga bardoviy kojinli salonlar bilan jihozlangan, hattoki taxta elementlari ham ishlatilgan. Avtomobilimizda multimedialniy rul, GR yozuvlarda, head-uplari bor, Abduf abagrev rullar, hatto rullarida ham abagrevlari bor. Mana bu knopkalarni qarang, hattoki samolyot boshqargandek boshqarib ketsangiz ham bo'lar ekan. Avtomobilimizda bespirodniy zaryadka, hattoki barida muzlatkichlarigacha bor. Avtomobilimizda offroadniy mashina bo'lgani uchun offroadniy rejimlari, Eco Comfort Sport rejimlari ham bor. JBL akustika sistemalariga ega 5 ta o'rindiqli mashina hisoblanadi. Avtomobilimiz narxi va boshqa qo'shimcha ma'lumotlar opsiyaga yozib qo'yiladi. Avtomobilimiz kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.